yodimizda tutishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomga eng katta bir madad berildi, eng katta bir rohat berildiki, Me'roj voqeasi. O'sha sabrlarning orqasida. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Sa'izu billah fa inna ma'al usri yusra", inna ma'al usri yusra dedi bana. Har qanaqa qiyinchilikning orqasidan bir yengillik bor. Bilingki, sizning hayotingizda bir qiyinchilik kelyapti. Qanaqadir qiyinchilikka uchrayapmiz. Mana shu oyatga muvofiq sabr qilsak, uni orqasidan albatta Alloh yengillikni beradi azizlar. Faqatgina sabr qilsak. O'zi aslida sabr qachon haqiqiy sabr hisoblanadi bilasizmi? Haqiqiy sabr inda sodmatul ulada, o'sha musibat birinchi tushgan paytdagi sabr. Odatda har qanaqa musibat bo'lsin, yaqinidan ayrilish bo'lsin, sog'ligidan ayrilish bo'lsin, iqtisod molidan ayrilish bo'lsin, nima bo'lsa ham ozgina fursat o'tgandan keyin inson tabiatan shunga ko'nikadi. Rozi bo'ladi. Ha, bo'pti-da deydi. U sabr qilish emas, u ko'nikish. Haqiqiy sabr sinovdan o'tish o'sha boshiga tushishiga inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga boramiz deb sabr qilsa, bu haqiqiy sabr. Ana o'shnaqa sabr qilgan odamga albatta orqasidan yengillik va'da qiladi. Bugun musulmon bo'la turib musulmonni qarg'aymiz. Inson o'zining haqqini talab qilishligi, mavqeini bilishligi yaxshi, lekin qarg'ash, boshqalarga ofat so'rash, boshqalarga balo so'rashlik bu payg'ambarimiz alayhisalom tarbiyasi emas. Agar bir narsaga sabr qilsak, qiyinchiliklariga, albatta uni orqasidan o'sha sabrimiz evaziga Alloh taolo bizga boshqa bir yaxshilikni, bir ilohiy bir madadni beradi. Chunki eng bizni qalbimizni larzaga keladigani o'zini qarindoshlari, o'zlarining qavmdoshlari, yaqinlari u zotni inkor qildilar. Qancha ularni qamalga qo'yib qo'ydilar, ular bilan tijoriy ishlarni to'xtatishga, quda-andachilik qilmaslikkacha yurdilar. Hatto mana qancha qiyinchiliklar, Xadicha onamizning olamdan o'tishlari, amaklari Abu Tolibning olamdan o'tishlari, bu Toif voqeasi va hokazolar, o'shini hammasiga payg'ambarimiz alayhisalom sabr qilib turdilar. Hattoki shu darajada bo'lgan ediki, Toifga borganlarida azizlar, Rasulimiz alayhissalomni yosh bolalar va aqlsizlarning qo'liga tosh berib, toshbo'ron qildirib, muborak jismlaridan qon oqib turganda Allohga duo qildilar. Jabroil alayhissalom ikkita farishta bilan kelib, bu farishtalar tog'larni boshqarishga muvakkal bo'lgan farishtalar, ruxsat bering shu Toifning ustiga tog'larni ko'tarib olib kelib tashasin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, yo'q, men ummatiga balo olib keluvchi payg'ambar emasman. Ular bilmasdan qilyapti. Hali bulardan yaxshi hidoyatlik, yaxshi insoflik, diyonatlik zurriyotlar chiqadi deb umid qildilar. Sabr qildilar.